Assalomu alaykum. Qadrdonlar, bugun noodatiy tarzda baliq kallasidan sho'rva tayyorlayapmiz. Endi uxa sho'rva deyilgan ekan. Mana sizlar bilan chiroyli qilib tayyorlash jarayonlarini sekin-asta o'rganamiz. Balig'imizni tashlaganimizga 1,5 soat bo'ldi. Mana qolgan baliq kallasi bo'ladi. Biz asosan oq baliqni kallasidan oldim, shu o'zimiz pishirgandik. Shu kallasi qo'yganmiz. Shuni demak, sho'rva qilish jarayonini sizlar bilan bugun ko'rsatib ketaman. Hozir balig'imiz qaynadi. Hozir sekin-asta ko'piklarni olib tashlaymiz. Undan so'ng qolgan jarayonni sekin-asta sizlar bilan ko'rsatib boramiz syomka jarayonida. Mana sho'rvamizni ko'pigini olib oldik. Hop, bizda sho'rvamizni tayyor bo'lishida kerak bo'ladi piyoz, qalampir, chesnok, 4 dona kartoshka, sabzi, tomat pastasi, sho'rva uchun maxsus ajratilgan priprava, zira, tuz, murch, lavrinlis va ko'katlarimiz va pomidorlarimiz kerak bo'ladi. Mana sho'rvamiz qaynab chiqqandan so'ng birinchi navbatda o'zimiz pripravalarni solamiz. Qaynash jarayon bo'lyapti, ozgina ko'piklarni olamiz. Birin-ketin narsalarimizni tashlayveramiz qozonimizga. Mana birinchi bo'lib ziravorlarni solamiz. Aralashtirganimizdan so'ng piyozni solamiz. Baliq sho'rva hozirgi kunda juda ajoyib vitaminlarga boy bo'ladi. Mana piyozimizni ham soldik. Qaynab chiqishini kutamiz. Qaynab chiqqandan so'ng demak qolgan masalalarimizni ham qozonga tashlaymiz. Sho'rvamiz piyoz solgandan so'ng qaynab chiqdi. Hop, endi birin-ketin pomidorlarni solamiz. Tomat pastasi. Hop, tabga ko'ra qalampir solamiz va chesnogini solamiz. Sabzini ham solib ko'ramiz, chunki sabzi pishi ozroq kech bo'ladi. Qaynab chiqqandan so'ng kartoshkamizni solamiz. Xuddi mana shunday tarzda to'g'rashdan maslahat beramiz. Hop, bu sho'rvamiz taxminan 1,5-2 soat davomida qaynaydi. Hozirdan juda shirin, ajoyib hid kelyapti. Barchalaringiz tayyorlab ko'rishni tavsiya qilamiz. Hop, qaynab chiqishini ko'ramiz. Mana sho'rvamiz juda chiroyli holatda qaynayapti. Hop, mana kartoshkamizni solamiz. Xudo xolasa shu bilan 1,5 soatda sho'rvamiz tayyor. Umumiy hisobda 1,5 soat vaqt ketyapti. Hop, ko'kat solish esingizdan chiqmasin. Ko'katimiz ham ajoyib ko'rinish beradi sho'rvamizga. Hop, endi past olovda 1,5 soat qoldiramiz sho'rvamizni. Hop, qadrdonlar, mana o'sha uxa sho'rvamiz pishdi. Baliqni kallasidan hozir sekin baliqlarni suzib olamizda. Janob. Ajoyib sho'rva bo'ldi. Demak, suzamiz. Sho'rvasidan. Bismillahirrohmanirrohim. Janob. Ranglari ham o'zgacha bo'lgan.
hozirgi qish faslida ayni muddao vitaminlarga boy sho'rva hisoblanadi. Hidi ham o'zicha ajoyib bir o'zicha tangiga bo'lyapti. Xo'p, qadrlarim, mana sho'rvamiz. Demak, hammaga yoqimli ishtaha. Demak, tayyorlab ko'rishni tavsiya qilamiz. Keyingi videolarni ko'rishguncha salomat bo'linglar.